Suhbat ko'rinishidagi g'iybatlarga aralashib qolyapman, qanday qilib g'iybatdan qutulay degan murojaatlar ham kelib turadi. Buni yo'li oson. G'iybat bo'ladigan davralaringizni oldindan juda ham yaxshi bilasiz-ku. Bormang, bo'ldi, gap tamom. Mabodo borib qolsangiz, tezroq ketishga bahona toping. Birovni muhokama qilib qo'ymaydigan niyatda sukut saqlashdan andisha qilmang. Mayli, kimnidir jahli chiqsa chiqar, Robbimning g'azabidan qo'rqish muhimroq. O'zingizni g'iybat qilgan odamni o'rniga bir qo'yib ko'ring-a. Sizni kimdir g'iybat qilishiga rozi bo'larmidingiz? Yana jamoat joyida. Albatta rozi bo'lmasdingiz. Shunday ekan, o'zingizga ravo ko'rganni boshqaga ham ravo ko'ring-da. Musulmonning hurmati Alloh taolo nazdida buyukdir. Mabodo oilaviy yig'inlarda g'iybatdan saqlanish niyatingiz bo'lsa, mehmonga yana biror bir insonni taklif etingki, kelganlar uni oldida g'iybat qila olmay qolishsin. Shunda siz barchaga yaxshi gaplarni gapirishga yordam bergan bo'lasiz.